Unaqa narsa endi. Vatstroydagi arzon marketda biz magazin egalarini hozir fikrlarini bilamiz. Polkalarimizni, mahsulotlarimizni sizlarga ko'rsatdim. Kimdan? Siz aytasizmi mana? Mana akamiz o'zlari mana fikrlarini aytadilar mana. Ayting aka, bizni mahsulotimizda qanaqa aka? Iste'molchilarni fikrlari, talab takliflar bo'lsa ham bemalol aytsangiz, shunga nima unaqa narsa endi. Mana men uzganim yo'q mana. Sal xijolat bo'ldilar. Shuning uchun mana akamiz o'zlaridan bilamiz. Qanaqa bo'lyapti aka sotuvlari? Sotuv yaxshi, xolis aka. Bor-borini aytavering. Ochiq, shaffof bo'lsa, bizga o'sha plus natija bo'ladi. O kuni necha bo'ldi? Bir 2 da kech paytda odam keldi, so'g'li ekan. Lekin ba'zi bor, yo'lagan kelganda kirib qo'ygan tushunga so'radi, tushunga tavsiya qildik. Ketdi, sifat yaxshi ekanida, lekin muammo yo'q. Fikrlar uchun katta rahmat. Charchamanglar, savdolaringiz bersin. Vatstroydagi shu yo'lda qayerda desam bo'ladi? Ko'proq Step To'rni oldida. Biladiganlar bo'lsa, mana chetda magazinimiz.